Cristiano Ronaldo o'ziga yangi jamoa topdi. Eng qiziqarli joyi shundaki, u bir paytlar bu klubni buzib tashlagan. Albatta, o'yin hisobi bo'yicha. Hozir esa videoni davom ettirishimizdan oldin bitta obuna bo'lib qo'ysiz, nafaqat yangiliklardan qolib ketmaysiz, balkimda kanalimizning rivojiga hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Obuna bo'lganlarga katta rahmat. Esinglarda bor, Ronaldo bir paytlar Real Madridda o'ynagan va hozir esa o'sha ligadagi bitta jamoani xarid qilmoqchi. Portugaliyalik va Saudiya shahzodasi Salman Peter Limdan Valensiyani sotib olishni rejalashtirishmoqda. Hozirda jamoa 17-o'rinda ketyapti va ehtimol keyingi yili 2-ligaga tushib ketadi. Ronaldo esa shunaqa buyuk klub noto'g'ri qo'llarga tushib qolgani uchun yo'q bo'lib ketishni xohlamayapti va ularni krizisdan qutqarmoqchi. Shayxni bilmaydiganlar uchun aytib o'taman, u 2 yil oldin Newcastle ni sotib olgan va agarda ular rostdan ham Ispaniya jamoasini xarid qilishadigan bo'lsa, Real Madrid va Barselonaga juda ham boy raqobat paydo bo'ladi. Telegram kanalimga obuna bo'lgan odamlar bu yangilikni 1-2 kun oldin bilishgan. Shuning uchun u yerga ham kirib qo'yadigan bo'lsangiz, savslanmaysiz. Bu esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.